Umrimda bunaqa tug'ilgan kun ko'rmaganman, ishon. Neysaga nima degandim? Meni sigirim pullayam yeydi. Voy, sigiring shunaqa semizgina ekan. Avval gullar, keyin iPhone 7, endi restoran. Faqatgina bitta nikoh o'ziga qoldi. Agar mana shu sigirni yaxshilab ishlasam, Bir oyda to'y qilar ekan. albatta qilmay o'libdimi? Hozir sengizni o'sha ko'rsataman. Ey, qaravol. Labbi, Men bu ovqatdan soch chiqdi. Pulini to'lamayman. To'lamaydi. bu soch sizni sochingizga o'xshayapti. Sen meni yolg'onchiga chiqaryapsanmi hozir? Короче, pulini to'lamayman, tushlardingmi? To'lamaydi. Kerak bo'lsa restoranni yoptirib yuboraman. Yoptirib yuboradi. Yoptirib yubor. Pulini to'lasangiz yaxshi bo'lardi. Telefon qil yigitingga. Sen yaxshi gap tushunmaysan shekilli. Hozir yigitimga qilaman, o'zi gaplashib qo'yadi. Alo jonim, men bitta ofitsiant o'zidan ketib qolibdi. Biroz gaplashib qo'ying. Ha, gaplashing. Allo. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom uka. Yaxshimisan? Bu qiz haqida senga nima deganim esingdami? Aka, yaxshi ko'rgan qizimga uylanmoqchiman. Keyin tug'ilgan kunini ham o'zimizni marhabo restoranida qilib bermoqchiman. Nima deysiz? Mayli, tug'ilgan kunini o'tkaz. Sovg'alar ham olib ber, qarshi emasman. Lekin nikohdan oldin bir narsani bilib olaylik. Boylikni sevadimi yoki seni? Men u qiz haqida yaxshi gap eshitmadim. Men senga nima degandim, uka? Bu qiz bilan to'ying bo'lmaydi. Yaxshi qiz ovqatga soch chizmas, niqobingiz tushib qolibdi. Samanda, Labbi xo'jayin. bu qizchalarga xohlagan ovqatini sabr qilib beringlar. Butun umr marhabo restoranini eslab yursin. Xush kelibsizlar.